Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. İstanbulda Ma'rif Cemiyeti Sodi Yermenkisi başlandı. İstanbulda fəaliyyət elib beriyotgan Şərq Türkistan Ma'rif və Həmkarlıq Cemiyeti 2010 yıldan başlap Ma'rif xizmətinin yükselişi üçün eçişqə başlayan xeyirlik yermənkinin 4-cü qıtımlığı 2013 yılı 5 ayının 17 gündən 23 günügacha İstanbulның Safaköy rayonunun Atatürk bağçısı davamlaşıp axırlaşqandan keyin 5 ayının 24 günü Zeytinburnu rayonunda resmi başlandı və bu yermənke muşu ayının axırıgacha davam qıldı. Yermenkiden kılıngan kirim Ma'rif Cemiyeti'nin o'qutuş, dini, milli kimlikni qo'g'dash qatorliq ishlarga sarf qilingan bo'lib, bu qatimliq yermenkening ichilish faoliyatiga Ma'rif Cemiyeti'nin cemiyet başliqlari, baş naziri, merkez ve sho'badagi ayollar bo'limidagi xonimlar va İstanbulning har qaysi joylaridagi sho'balarda xizmat qilayotgan ko'plagan qarindoshlar qatnashdi. Yermenkida xizmatni ustiga olganlar oz sondagi qarindoshlardan boshqa ko'pinchisi fidokor xonim hamshirlar bo'lib, ular kiyim-kechak, dasturxon, yog'liq sharpa, palto, oshxona jabduqlari, bolalar o'yinchoqlari va shuningga o'xshash buyumlarni setishdan boshqa yana oilalarda tayyorlanib keltirilgan mezilik Uyg'ur taomlarini setish xizmatini elib berishga boshladi. Bu qatimliq yermenkening ichilish faoliyatiga Istiqlol radio televiziyasi xizmat qilayotgan barliq xodimlar qatnashdi ve içiliş murasimida rahbar ve mas'ul xodimlarni ziyorat qildi. Ma'rif Cemiyeti ve bu yermenkiga har jihatdan yordam bergan barliq qarindoshlar yermenkining moddiy jihatdan barakatli kirimga, ma'naviy jihatdan keng yerlik xalqning Sharq Turkiston haqida tunishining o'sishi, inoq ittifoqlik, jamoatchilik va yaxshilikda musobaqalashish ruhining texmo ilgari surilishiga vasila bo'lishini umid qilmoqda. Buningda ana maqsad iqtisodiy kirim qilish emas. Bizninki asası maqsadimiz Uyg'urlarninki örf adeti, birlik beraberlik.Mişada Türkistan'ınki, Şarkı Türkistan'dan kelgan Uyg'ur fidokor ayol qarindoshlarimizningki xilma-xil şekilde tamoqlari mushu yermenkida ko'rgazmaga chiqarib, mushu yerlik qarindoshlarımizga mushu tamoqni ikram qilish orqali bizning ana maqsadimiz Şarkı Türkistan'ınki örf adeti, milli örf adet şeklini köküstüş. En mühim boğunu mişede bütün qarindoshlarımızın güç birliki, mişede hemmeden kilip birlik beraberlik ittifaqlığımızı, qarindoshligimizni bayon qilamiz. İqtisad zaten pul toplash ve kirim qilish o ikinci o'rinda. Degandek texmi yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Uyghur Müslüman ayolları Xitay dairələri tərəfindən dəfsəndicilikə uçurmaqda. İşğal astidagi Şərq Türkistanda kişilik hüquq, etiqad erkinligi, milli örf-adət, dini və milli kiyim, ana til maarifi ən ağır dəfsəndicilikə uçurmaqda. İşğalçı Xitay dairələri və Xitay dairələrinin Şərq Türkistandakı çomakçı mədikarları Müslüman Uyghur ayollarının dini yusunda kiyinişiga qartilgan çeklemesini numussizlarcha kuchaytmoqda. Xitay dairələri Uyğurlar o'ltiraqlashgan barliq yezi bozor kentlargacha maxsus ta'sis qilgan birliksab ishxonasi orqali Uyğur ayollarining beshidagi yog'liqqa hujum qilish harakatini har xil vositalar bilan davom qilmoqda. Ammo Xitay dairəlarining bu razilligi Sharq Turkistondagi barliq yezi kent dehqonlari, Xitay dairələrində ishlaydigan ishchi xizmatchilar, yezi kadrlari va imomlardan tortib har sohadagi Uyg'urlarning qattiq qarshiligiga uchirmoqda. Qashqar Maralbeshi Seriqbuy voqeasining kelib chiqish sababimi shu Xitoy g'alchilarining musulmon ayollarining yog'liqiga esilganligidan boshlangan. Hammaga ma'lumki, Xitoy ishg'olchilari yaqinda buyoqqa irqchilik hujumini Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Xotan, Qashqar qatorliq joylarga qaratmoqda. Bu joylardagi musulmonlarning diniy ko'rsatmaga uyg'un kiyimlarini kiyishini har xil bahona sabablar bilan cheklashni kuchaytmoqda. Sharq Turkistonning har yerlarida, xususan janubiy tarafda hijobliq ayollarning ve sakal koygan erlerinin kitapxonalarga, doktorxonalarga, ommaviy qatnash transportlarga, aholi o'ltiraq rayonlarga, ommaviy savdo sanoat tanlov bozorlariga kirishini cheklamoqda. Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda elib berayotgan irqchilik siyosatlari xalqning noroziligini qo'zg'agan bo'lib,
torlarda e'lon qilingan har xil inkoslardan va Xitoy doiralari chiqargan uqtirish e'lonlaridan oshkora bo'lishicha, Xitoy doiralari bir necha yildan buyon Xotandagi hijobliq ayollarning yuzini ochishni yezi kadrlarga vazifa qilib topshirgan. Yezi kanit va mahallalardagi atalmish kadr g'alchilar Xitoy ishg'olchilari hoddi qilib topshirgan paskashlikni ishga oshirish uchun o'zi hoddiga olgan oilalarda hijobliq ayollar bo'lmaslik to'xtamnomasiga imzo qo'ygan. Bu yil kirgandan buyon tor bekatlarda e'lon qilingan Qashqardagi kutubxonalarga hijobliq ayollarning kirishini cheklash, to'van kapolatlik yordam puli oladigan oilalarda hijobliq ayollar bo'lmaslik qatorliq uqtirishlardan keyin yaqinda Uyg'ur biz to'ri, Undidor qatorliq tor bekatlarda Langar yesidagi hijobliq ayollarni davlat kadrlari va kanit kadrlariga hoddiga berish to'xtamnomasi va Xotan viloyatlik sahiya idorasining yog'liq ortqanlarning kesilini ko'rmaslik, namoz o'qishiga ruxsat qilmaslik, maxfiy tekshirishda cheklangan ishlar bilinib qolsa, ilgarikidan qattiq jazolarga duchor bo'lish to'g'risida yig'in ochganligi haqida xabarlar berildi. Egilishicha, Xotan viloyatlik sahiya idorasi 9-may kuni viloyat tavasidagi har qaysi doktorxonalar va shaxsiy doktorxonalar vakillariga yig'in ochib, doktorxonaga kasal ko'rsatishga kelgan ayollardan bosh yog'liqini elib o'tishni talab qilishni uqtirgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi yig'inda Xotan viloyatining atalmish valisi Aziz Musa har qaysi doktorxonalar yuqorining yo'l yo'riqiga moslashib, doktorxonaga kasal ko'rsatishga kelgan hijobliq ayollarning cho'mbili va bosh yog'liqini elib o'tishni talab qilish, rad qilganlarning kasalini ko'rmaslik, kasallar va kasalga qarag'uvchilarning doktorxonada namoz o'qishiga ruxsat qilmaslik, doktorxonadagi er xizmatchilarning soqol qo'yishiga, ayol xizmatchilarning yog'liq ortishiga ruxsat qilmaslik haqidagi talablar yetkazilgan. Xitoy ishg'olchilariga xo'shamad qilgan Aziz G'alchining yo'l yo'riqi asosan tuvandagi 3 nuqtaga markazlashgan. Birinchi, yuzini o'rab terrorchiga o'xshab qilib, boshqa millat ommasini, ya'ni Xitoylarni qo'rqitib o'tmaslik uchun atrofdagi hijoblangan musulmon xonim qizlarning yuzini echib o'tish. Mumkin bo'lsa, yog'liqini tashlatqizib, atlas ko'nglak, chiman do'ppa va podichilar ishtini kiydirib, iymon axloqdan yiroq zamonaviy moda Uyg'ur qizlari qilib chiqish. Ikkinchi, hijoblangan ayollar doktorxonaga kirib kasal ko'rsatmoqchi bo'lsa, cho'qim yuzini echib o'tib bo'lgandan keyin doktorxonaga kirish. Üçüncü, tibbiy xodimlar soqol burutlarini pak-pakiz tushirib yurish. Qizlar yog'liq yopga kiymasligi hamda doktorxona tavalligida har qanday odamning namoz o'qishini qonunsiz diniy faoliyat doirasiga kirgizish. Navbatda Xotanning har yerlarda hijobliq ayollarning yuzini echib o'tish, erlarning soqol qo'yishiga ruxsat qilmaslik haqidagi turli uqtirishlar har qaysi yezi kanat aholilar komitetlariga tarqatilgan. Xitoylarning bu ashaddiy zulmi amdilikda boshqa rayonlarga nisbatan bir oz echib etilgan, kengchilik deb qaralgan Urumchi shahriga kengaygan bo'lib, Xitoy tajovuzchilari tap tortmasdan yuzini yo'ggan ayollarning yuzini ko'rgan yerida tortib echib etishga urinmoqda. Yaqinda torlarda qattiq g'ulg'uli qo'zg'agan, inson ichini echishtiradigan razil tajovuzchiliklar ifodalangan suratlar Xitoy tajovuzchilarining chekdan oshirib zulm qilishda qayerga kelganligini aniq ifodalab bermoqda. İchkiri o'lkalardagi musulmon tungan qiz ayollari o'zi xohlagan bo'yicha ro'mol artalaydi, yuzini yo'g'yalaydi va diniy ta'lim tarbiya qatorliq faoliyatlar bilan shug'ullana oladi. Ammo Sharq Turkistondagi musulmonlar bu huquqdan tamoman mahrum holatda yashamoqda. Atalmish Millatlar Ittifoqligi deb davron soladigan ishg'olchi Xitoy doiralari Uyg'urlarga ayrim siyosat ijro qilishni davom qilmoqda va chekdan oshgan holda musulmon qiz ayollarining kiyimiga va hijoblariga qo'l uzatmoqda. Musulmon qiz ayollarining kiyinishiga aralashib uzartilgan har qanday qo'l kesib tashlanishi kerak. Buningga jur'at qilgan har qanday kalla darhol tenidan judo qilinishi kerak. Qiz ayollarga, och singillarga uzartilgan qo'lni, buningga jur'at qilgan kallani faqat haqiqiy erkaklarla kesalaydi. Uyg'ur erkaklari texi tugashmadi ham Allohning izni bilan mangu tugashmaydi. Atush qizlari g'alba qildi. İctimai ushur aloqa vositasi Facebookda e'lon qilinishicha, Sharq Turkistonning Atushdagi 1-o'rta maktab qizlari maktabga yog'liqsiz kirishni rad qilib, dars tashlagan. Hamda mazkur maktabning barliq qiz o'quvchilari maktabga yog'liq chigib kelgan. O'quvchilarning bu mardonaligi va qat'iy irodasidan amalsiz qolgan atalmish maktab rahbarlari qiz o'quvchilarning yog'liq bilan dars kirishiga ma'qul bo'lgan. Kelgusining onalariga barakalloh. Janobi Allah biz millatning aslini va naslini hargizmi unutturmasin. Mushundaq jasoratlik va haqqoniyatchi qizlarimizni ko'paytib bersin.
ishg'olchi Xitoy doiralari Uyg'ur qiz ayollarini yog'liqsiz, yerim yalang'och holga keltirish uchun har xil vositalarni ishlatmoqda. Lekin Uyg'ur qizlari bu vositalarga bosh egmaydiganligini, o'zining asli va naslini xor qilmaydiganligini ko'rsatib qo'ymoqda. Hizbullah sepidan eng az 75 kishi Suriyada o'ldirildi. Frans Press agentligining 23 may payshanba kuni xabar qilishicha, Suriyadagi zolim Asad sepida Suriya xalqiga qarshi urush qilayotgan Livan Hizbullah partiyasining eng az 75 odami o'ldirilgan. Mazkur xabar manbasining deyishicha, Hizbullah partiyasining 57 nafar odami jang maydonida o'lgan bo'lib, 18 nafar odami to'qinishda ig'ir yaralanib keyin o'lgan. Hizbullah partiyasining qaroqchilari Suriya chegarasidagi Qasir rayonida necha oydan beri Asad qo'shinlariga yordamlashib, Suriya xalq qo'zg'olonchilariga qarshi urush qilib kelmoqda. Livandagi Hizbullah partiyasining Suriyaga askarlarini kirgizgan tarixi aniq emas. Lekin haftadan beri ularning askari orqali Suriya Qasir rayonida urush qilayotganligi oshkorlangan bo'lib, Asad qaroqchilari bilan Hizbullah to'polonchilari Suriya qo'zg'olonchilariga nisbatan eng muhim strategiya o'rni bo'lgan Damashqqa yaqin yerdagi Zaynab xonim maqomi va Suriyaning o'ttirsidagi Humus rayoniga qarab ilgirlab kelgan. Livandagi Hizbullah partiyasining Suriya ichki to'qinishiga aralashishi qattiq jadal mojaroga sabab bo'lgan bo'lib, Suriya nizomiga qarshi turg'uvchilar Hizbullahning bu Suriya ichki to'qinishiga aralashishi Livanni Suriya to'qinishiga so'rab kirganlik deb ayblmoqda. Livanliklar Suriya masalasida ikkiga ayrilgan bo'lib, Hizbullah partiyasi guruhining ko'p qismi Asad nizomini qo'llaydi. Livan sobiq hukumat raisi Saadul Hariri rahbarligidagi 14 mart guruhi tarafdorlarining ko'pinchisi Suriya qo'zg'olonchilarini qo'llaydi. Ishg'olchi Xitoylar Urumchidan qattiq ansirmoqda. Ishg'olchi tajovuzchi Xitoylarning vatanimiz Sharq Turkiston poytaxti Urumchidagi alohida qismlari o't yurak vatan o'g'lonlar tarafidan har zaman shiddatli hujumga uchrab qolishidan ansirab, ko'zlariga uyqu kelmayotdi. Bu munosabat bilan 23 may payshanba kuni Urumchi alohida soqchilari ushtumtut voqealarga jiddiy taqobil turish manevri o'tkazdi. To'liq yuz berayotgan voqealardan cho'chib ketgan Xitoylar Urumchi shaharlik JX alohida soqchi 5-tarmoq atriti soqchi bilan ommaning, soqchi bilan axborot vositalarining oraliqini yaqinlashtirib, qo'l tutishib billa harakatlanib tinchlik yoritish degan yolg'on shuar ostida balog'atga yetgan aqlliq erkaklarga gap qilishga petinolmay, o'ttir boshlang'ich maktab o'quvchilari va yollanma axborot vositalari muxbirlarini soqchi gazarmasiga taklif qilib, ularga naq maydonda alohida soqchilarning xizmati va turmushini ko'rsatish orqali o'zlaricha vatanning o't yurak azimatlariga qarshi hayva qilmoqchi bo'ldi. Qo'rqincha Xitoylar 4 tam ichida o'tkazgan bu manevrida ushtumtut voqealarni jiddiy bartaraf qilish turi ko'rgazmasi, jang mahorati numeri, qatnash qo'mondonlik qo'l ishorati numeri, shundaqla ko'zini etib olib, miltiq chuvib qorashtirish numeri qatorliqlarni ko'rsatgan. Urumchi alohida soqchi 5-tarmoq atritidagi bu ishg'olchilarning eng muhim vazifasi muqimlikni qo'g'dash bo'lib, bu zo'ravonlar 2012-yil martda Urumchi shahridagi 6 Urumchi shahar sepilni qo'g'dash, JX tekshirish punktidagi tekshirish va tizginlash xizmatini zimmasiga olgan. Atratdagi Xitoy ishg'olchilarining o'ttirchi yoshi aran 25 yosh bo'lib, bu ishg'olchilar har kuni JX tekshirish punktidagi xizmat o'rnida ching turib, Urumchi shahrining sepilining qo'lidan chiqib ketishidan ansirab, yo'l po'lat istehkomlarni qurib, haqiqiy erkak Uyg'ur yigitlarining ularga ajallik zarba berishini kutib yetishmoqda. Texmo ajablanarli bo'lgan yeri, tajovuzchi Xitoylar bu qadimgi faoliyatida vatanimizdagi Xitoylarning o'ttir boshlang'ich maktab yoshidagi kichik bolalarga har xil tipdagi qurollarni tunishtirib o'tgan va ularga kichikidan boshlabla Uyg'urlarga o'chmanlikni o'rgatmoqda. Erdo'g'an Urumchidagi ahvolni qabul qilishga bo'lmaydi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministri Recep Tayyip Erdoğan bu qitimki Amerika ziyarati jarayonida Washingtondagi SETA vaqfi tarafidan o'rinlashtirilgan yig'inda 21-asrda xalqaro sistema va adolat temasida nutq so'zildi. Erdoğan so'zda adolat yo'q yerda insonlikdan so'z etishning asla mumkin emasligini aytdi va dunyoda yuz berayotgan adolatsizliklarni bir qur asl deb, boshqalarning azobidan o'zlarining huzurini izlaydiganlar inson emasdir degan Erdo'g'an, Türkiye'nin tashqi ishlar siyosatining markazida adolat va inson borligini bildirdi. Değerli dostlarım, adalet arayışı insanlık tarihi kadar eskidir.
Adaletin olmadığı yerde insanlık da yok. Çünkü adaletin olmadığı, adaletin dışlandığı, adaletin ötelendiği bir yerde insanın kimliğinden söz etmek, insanın insanca bir hayat kurabileceğini iddia etmek mümkün değildir. Adalet aslında hakkı teslim etmektir. Adalet aynen özgürlük gibi insan onurunun bir gereğidir. Yig'inning savol-javob bo'limida muxbirlarning savollariga javob bergan Erdo'g'andan so'ralgan savollar ichida asosli kun tartib bo'layotgan Suriya masalasidan boshqa Erdo'g'anning oxirgi Urumchi ziyorati va Uyg'ur turklarining ahvoli haqida savollar so'raldi. Erdo'g'an Urumchida yangidan bir bosqichning boshlanishini umid qilamiz dedi. Bosh minister Erdo'g'an Sharq Turkistondagi Uyg'ur turklarining ahvoli haqida savol so'ralganda Urumchi masalasida ijobiy taraqqiyotlar bor. Xitoyning yangi mas'ullari bilan bu masalani texmo cho'nqur paranglashimiz va taraqqiy qildiramiz. Va Urumchidagi hozirgi ahvol albatta qabul qilg'ili bo'ladigan ahvol emas. Xitoy inson haq va erkinligi nuqtasida Urumchida yashaydiganlarga nisbatan ba'zi qadamlarni elayotidi. Ya'ni u yerga mablag' silish qatorliq ishlarni qilyotidi. Ammo biz bu masalada Xitoy mas'ullari bilan ko'rishish orqali shuni orzu qilamanki, Urumchida yangi bir bosqich boshlandi degan ifodalarni ishlatdi. Uygur Türkleriyle ilgili gelen sorular var efendim. 3 tane de geçen yaptığınız en son Uygur ziyaretinizle ilgili oradaki Uygur Türkleriyle ilgili sorular var efendim. Urumçi'ye gelince Urumçi konusunda da yani olumlu gelişmeler var. İnanıyorum ki yeni Çin yönetimiyle bu konuları da olgunlaştıracağız, geliştireceğiz ve Urumçi'deki yapı tabii ki kabul edilebilir bir yapı değildir. Yani Çin'in insan hak ve özgürlükleri noktasında Urumçi'de yaşayanlara karşı şu anda daha farklı, daha olumlu adımlar atıyor. Yani oralara yatırımlar vesaire bunlar artık yapılıyor. Ama kendileriyle bu konuları da görüşmek suretiyle temenni ederim ki yeni bir süreç inşallah Urumçi için de başlar. Teşekkür ediyorum. Efendim biz çok teşekkür ediyoruz. Ba'zi kuzatuvchilar Erdo'g'anning javobidagi oxirgi jumlalarning to'g'ri bo'lmaganligi, u yerlarga selinayotgan mablag'larning hech birining Uyg'ur turklarining manfaati uchun emasligini, uningdan foydalanayotganlarning hammasining Xitoylar ekanligini ilgari surishdi va inson haqlari masalasida Sharq Turkistonning boshqa rayonlariga nisbatan xeyli kengchilik deb qaralgan Urumchi shahrida musulmon qiz ayollarining kiyim-kechaklariga ochiq tajovuz qilinayotganligi bu eng aqalli nuqtadan aytgandami inson haqlariga ig'ir hurmatsizlik ekanligini ilgari surishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bugun mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum.